Assalomu alaykum obunachilar. Biz Samarqand 2026 to'plam ikkinchi va 1-savol yechimini ko'rib o'tyapmiz. Savolda aytyaptiki, shuncha reyslarda, shuncha reysga kirishganda, shuncha yillik oyga va shuncha 0,3 mol suv hosil bo'ldi. Olingan tuzning massasini aniqlang. Birinchi o'rinda reaksiya tenglamasini yozib olishimiz kerak. Reaksiya tenglamasini yozib olishimiz kerak. X O3 plus 2 mol xlorid kislota. Reaksiyadan keyin X xlor 2 plus YO2 plus suvni hosil qiladi. Reaksiyani ko'rib turishimiz mumkin, reaksiyamiz teng. Mana buni yozib olamiz. Hop, endi ushlamoqchi bo'laylik. Mana bu 31,2 gram. 19,2 gram bu hosil bo'lgan. Shunda 0,3 mol suv hosil bo'lgan. Hop, bizdan nimani so'rayapti deydigan bo'lsak, mana bu olingan tuzning nimasi so'rayapti? Massasini so'rayapti. Endi mana bu yerda 1 molni qancha qiladigan bo'lsak, 192 ni 3 ga bo'lsak 64. 64 dan 32 ni ayirib tashlasak, ya'ni 2 ta kislorod ayirib tashlasak 32 qoladi. Bu deganiki bularga 32 oltin gurgut. Ya'ni Y bu degani oltin gurgut elementi. Endi X topishimiz kerak. X topadigan bo'lsak 312. Hop, qanqadir hisob bilan 34 bilan 3 ga bo'lsak 104 tashib qilar. 104 tashib qilar ekan. Endi men 104 dan ma'lum 48 kislorod Y necha chiqadi? 32 chiqadi. Ya'ni 6 ga chiqadi. F esa X kelib chiqadi. 104 dan aytishayman. 48 dan aytishayman 32. Topsam 24. Bu qaysi element degan bo'lsak, magniy. X bu magniy elementi hisoblanadi. Demak, magniy sulfid xlorid setam reaksiyaga kirishganda magniy xlorid SO2 va suvni hosil qilgan. 64 gram bo'lyapti. Suv so'ragan bizda 71,24 bo'lsak 95 gram. Necha molda? 1 molda. O'zi necha mol bergan? 0,3 mol. Hop qo'yamiz. 95 ga o'tiramiz 0,3. 28,5 degan javob bormi? Ha, bor ekan. Qaysi joyga to'g'ri kelyapti? D joyiga to'g'ri kelyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna qo'ying.